Palav yesang daş tavaqda, mazasını bilib yeysan dedi. Ya'ni daş tavaqda yeyilgan palovlarni ko'pchilik qadimgi odamlar aytadi. Mazali bo'ladi dedi. Rostdan daş tavaqda yeyilgan tavoqdan mazalı palovni o'zi bo'lmasa kerak. Ag'a, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bugungi kunda tavoqlaringizni bir baholari bilan tanishtirib o'tsangiz. Qaysi birini aytdim? Daş tavoqlaringiz necha so'mdan bo'ladi, ag'a? Kattalari 20 ming so'mdan. Kattalari 20 ming so'm. Umumlari 15 ming, sal kichikroq. 15 ming so'm. Aynen. 15 ming so'mdan ikki odam shunda palovni salatda urib beraveradi. Bundan bayna buni ko'tray gullarayna. Har xil gullar tushirilgan, xili 25 ming so'm. Kichkina bolalarimiz tovoq deydi bo'lmasa kerak. Bularcha so'm bo'ladi, ag'a? Ular 7 ming, 8 ming. 7 ming so'm, 8 ming so'm katta kichkina qarang, mana bolalaringiz uchun ham tovoqlarning eng zo'rlari Poylon bozorda. Agar yo'q, biza uning tovoqlar to'g'ri kelmaydi desangizlar, tovoqni mening narsa palovni ishining tovoqqa solib unsozlar ham bo'ladi. Padarishli tovoqlar, xivani rasmi tushirilgan, olasozlar, meni shoy variantdan boyaydi. Bularning bahasi necha so'm bo'ladi, ag'a? Ular 50 mingdan boshlab. 50 ming so'mdan Kelishtirib beramiz. Choyxona, restoranlar kelsa necha so'mdan aytib berib bilasiz bularni, ag'a? 5 ming, 10 ming qaytib beramiz. Aytilgan bahasidan choyxona, restoranlar, ya'ni palov sotadiganlar bo'ladigan bo'lsa, shuning tovoqlarni aytilgan bahasidan 5 ming so'm, 10 ming so'm qaytib beramiz deb turibdi. Bizani sahifamizda, ya'ni Facebook ham kelib podpisatsiya bo'lib turib, videoga like-ni bosib kelaverasizlar, tovoqlarni zo'rlarni ham shunda beradi.